Bitta salom berib qo'ying. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Tuzukmisizlar? Mana shu bola aka hozir. Mana shu bolani taniysizmi o'zi? Yo'q, unchalik taniyman. Ko'p ko'rgansiz-ku. Ko'p ko'rganman. Mana Ko'rgansiz. ko'p ko'rgan ekanlar. Otabek ham ko'rganman desalar dedi. Qiynalganga 100 dollar hisob qilaman dedi. Otabekdan Otabek assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi akajon? Men sizni muxlisingizman. Yoshlikda hech katta gapirgan. Yo'q, men endi bunaqa narsalarga gangsterni ham. Ha, shunaqa deb eshitdim lekin. Otabek nima gap? Tinch. Umidjon ukangizni tanidingizmi? O'zlari bor-ku, o'zlari. Bo'ldi 100 dollar hisob. Hozir bitta 100 dollar Kecha telefonda gaplashuvdim Otabek ham bilan. Gap. Legenda uni qaranglar, ey. Afsonalar bilan o'tiribman, ko'z tegmasin. Ya umringiz bo'lsin. Faxuda ashula ham aytadilar shekilli. Ko'ksi yegiz keldimi mana aka? Ha? Oylanib ketdik okajonim. Oylanib ketdik. Bizlar muxlislari bormi? Assalomu alaykum.